Falakat kelin. Choydan iching begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaysiz. Onangni Voy, ja issiqmas-ku. Daryodan oqib keladi shohlardan marvarid. Voy. Suv qarash olayapti. Kelin. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Sani falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. Onangni qirsiq ekan-ku. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman dey. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlab yuradi. Hattoki oldingizdan o'tsa-hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim-ku falokatli bu. Falakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jarayonni qo'yayman. Voy, bobolarim meni $300 ga oldi be. Voy, bittasi ikkitani dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqvorchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz yo'qmi? Falokat. Duxovkani tepasi yoqmadi. Namuncha boshingiz qattiq patmisimi? Pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qari, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyorasiz, tavba. Voy. Ada, falokat aribdi-ku buni qali. Voy, bunisi endi hetrik bo'ldi. Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demang mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymamidilar? Buni qilaman desam, buni qayerga qo'yishni bilmayman chiroyli. Keling adajon, men ishlab turaman chironi. Yo'q, keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Falokat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Voy, agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, qo'yib qo'yganmi? Voy, kelin. Yaxshi ham shu shilem bor ekan. Falokat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Qaboladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyog'im kuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladim. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik yeysan. Anam tortib qopti dadam.
Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin sepish kerak. Voy ada, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, bizni deb bormadi bolam. Kimni dabdala qildi? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqolmasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozgan emas-a? Ko'rib turgan barcha tabichishkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kerigan olib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka va yiqitganlar hammasiga hisoblaydi. Yechib oling. Vela ciao, men sevaman, Harakat kelin. sen sevasan. Hech kim olgan bakti bitta. Suyulmang, tavba. U palakat, bitta. Nimaga meni doim palakat deysiz? Pashshak. Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan bochim bor. Birinchisi. O'san juman olib kelaring. Shu o'zingizcha palakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sen beni to'g'rilayapmi? Ha? Adajon, o'san sizga javobida. Fatli, unaqa. Aylantir. Vela ciao, Bir, ikki. Dubl qildim. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab nargi ustunga qotirib qo'ylaring. Kalla biram. Qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Bir, ikki, uch. Oh, uchtasi ag'anabdi. Hetrik kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketiz. Menga teg'iz olmading. Palakat. Bir, ikki, uch, to'rt. Oh, to'rtta poker qilib. Palakat kelin. Adasi, ne palakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suv quyib oling. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Pashahani bitta joyga qo'ymaysanlar. Voy qornim. Adasi, pishloq yeyman demisizmi? O'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? To'xta bolam. Xotining o'tib ketsa, bu bizim bitta palakat bo'ladi. Voy, ikkita erkak kishi bitta kirmoshinani ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshini sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay, qaramaysanmi? Tushmaysizmi? Kelin, bizdan qolib keldingiz. Adajon, shundoq saqachilar Nazarbek mostiga ketayotganingizda, chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'a deyapti, ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kir mashinani qarang, qop-qora rangli 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kir mashina olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 taligi 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan 3 xil ham bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik 12 oyga 399 ming. Olib bersalaringiz gol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha disko do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qoyil. O'la palakat.
Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'ppa to'g'ri bolam, birinchi bo'lib mani hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Harakat, kelin. Ajiya, chet eldaligimda uylanib olsa, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tillo, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Tog'am. Nima qilib qo'ydi tog'am? Men qayerdan bilay, o'zlarini davleniyalari bor ekan, tavba qil. Keliningiz qalay ekan tog'a? Jiya, men uyga keta qolay. O'zi yaqinda keldingiz-ku. Turing, yuz qo'lingizni yuvib oling. Tog'angiz yuzlarini yuvib bo'ldi, men sochim. Shundoq. Yosh bolami, siz bering, men. Tavba qil. Boshimni poyladimi, kelin? Headshot bo'ldi-yu. Omey. Siz qon chiqib o'lasiz. Boshim aylanib ketyapti-da, jiya. Menga qara, o'zi davlini o'chashib bilsam, g'alati bo'lib qo'llari ko'karib ketdi-ku. Bilaman, 3 yil kollejda o'qiganman, jim turing. Pulsini eshitolmayapman. Jiya, o'ng qo'limni kesib tashladinglarmi? Legunadan tog'a? Sezmayapman. To'xta. Tog'anadan nariroq yurgin, tushundingmi? Uylarga sog' salomat ketsinlar. Palakat. Hali ko'rsatib qo'yaman kim palakatligini. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Tayyor bo'ldi. Ay, oyog'im kuydi. Pul o'lsin, tog'a pul o'lsin. Tog'a, bus-butunligingizni yuziga yetib ola qoling, 5 oling bo'pti. Qo'l ishlamayapti, jiya. Tog'ajon yana kelib turing, xo'p? Boshqa qaytmayman, kelin. Xotin, bugungi qilgan hamma palakatlaring tog'am ko'rdi, men ko'rmadilar, palakat. Voy, bachchiriz qilsin, palakat emasman. No, now you know, nigga. Tog'a, tog' temadi bo'lib ketdi. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to Harakat, kelin. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi-ya. Kenayim qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'q, his qilasan. Gilam to'g'irlab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Keling, siqildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshingizni o'yladingizmi? Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. Ko'tara olmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha, tog'a, siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayim qattiq ekanlar, ha? Kenay nima qilyapsiz? Mana buni ushlab turing. Yana nima qildi? Mana buni ushlab turing. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayapti-ku. Tushmayaptimi? Bering, buni mana bunaqa qiladi. Sen jinnimi, sen xunaning qursin. Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Ha, mana soppasa o'tiribdi. Uyga kiring, tog'a. Yo'q, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zinglar bu yoqqa chiqaveringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiring, tog'a. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon.